Assalomu alaykum Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Bugun mana pogruskalarimiz xudo xolisa kargoga yuklanish jarayonida klinker fasonimizga Cambrini fasonimiz bitta toshib bo'rtib chiqqan. Buni ham yangi showroomga asal toshlarni ilyapmiz. Qoliplar yetmay qolgan holatiga rabochiy qoliplarimizni ham so'rab olib ketishdi akalarimiz. Gold Clinker korxonasiga kelsanglar xuddi shunday mahsulotlarni bemalol buni mahsulotlardan olib plitka mahsulotlarini chiqarsanglar bo'ladi. Bunga talablar qanaqa bo'ladi, buni ishlab chiqarsak deydigan aka-ukalarimiz mana bu yerda 40 kvadrat ob'yomda mana chiqib ketish jarayonida mana mahsulotlar shu holatda yuklaniladi. Mana hozir bu tomonda xuddi shu mahsulotlarimizni tosh mahsulotlarini yuklanish jarayonlari chiqib ketyapti. Mahsulotlarga talablar qanaqa bo'ladi deydigan aka-ukalarimiz mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Hozir sokol yuklash jarayonida qayerga chiqib ketyapti Shopur aka bu? Chuska mana chiqib ketish jarayonida. Sokoliga bu barshu sokolimizdan mana bo'lyapti. Devor qismiga esa mramornisidan akamiz tavallarni qo'yib tayyor qilib kutib turibdi. Mana mahsulotlar yuklanish jarayonida. Gold Clinker korxonasiga kelsanglar 50 dan oshiq variantdagi tosh va qoliplarni barchasini olib ketsanglar bo'ladi. Abucheyga kelgan akamiz qayerga ochyapsiz aka siz? Qorasuvga xudo xohlasa tez orada Gold Clinkerning filiali ochiladi. Qoliplarni zakasirga Abucheydan o'tyapti. Ko'rib tursanglar bo'ladi. Rosa ham moda bo'layotgan svetlarimiz, sariq orqasi qora mo'qri rangdagisi mana juda ko'p dachalarimizga bo'layotgan fasonlarimizdan biri. Shu holatda xuddi shunday mahsulotlarni olib chiqarish imkoniyatingiz bor. Gold Clinker korxonasiga kelinglar. Talablari juda ham yuqori bo'layotgan mahsulotlar Gold Clinkerda. Bemalol bu yerga kelib ishlarni o'rganib, Abucheydan o'tib, o'zingizlarning viloyatingizda, o'zingizlarning respublikalarda chiqarish imkoniyatingiz bor. Kuniga katta ob'yomda chiqadi, massiv ob'yomda. Keyin ko'rib turganingizdek plitkalar oshiqcha turmaydi. Talab yuqori bu narsalarimizga. Bemalol korxonamizga kelinglar, sizlarni ham kutib qolamiz.